Assalom. Kitap o'qish munbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Assalom, sizlarga salom. Men hozir kentimizdagi G'olbo deydigan bir kichik qal'aning gap qilib qo'yinglar meni. Kichik bir qal'aninki yanida turib sizlarga bir asar o'qib beray dedim. Ma ko'kravatqanlar mushu qal'aning cho'rsidagi mav kichik ko'ldagi paqila. Shundoq bir gap boshlashimga sayrab ko'krab ketib bordi. Ha, yaxshimisizlar? Yaxshirdinglarmi? Ha, bo'ldi endi jiminglar. Men asar o'qiyman. Quloq selib anglanglar sizlarmi? Bu qal'a Shveysariya davlat darajalik qo'g'dildigan bir rayon. Her bir qitim kelgan vaqtimda Yalqin Rozining Loy qal'aning siri nomli bir asar esim keladi. Shuni bugun alohida bu asarni sizlarga musha turib o'qib berishni loyiq ko'rdim. Anglanglar amsajimi? Jim turinglar sizlarmi? Maqola san uzunroq, shuning uchun ikkiga bo'lib o'qib berman. Yil Rossiyaning arxeologiya sohasidagi eng cho'ng xabar Purbajin, ya'ni loydan yasalgan qal'a to'g'risidagi xabar bo'ldi. Bu xabar Rossiyaning axborot vositalari orqali dunyoga jakarlangandan keyin butun dunyoning nazari Purbajinga tikildi. Rossiya axborot vositalari Purbajinni Urxun Uyg'ur xonligining ikkinchi qog'oni Moyunchur saldırgan bulup, o qadimki Uyg'ur qal'asidir deb jakarlaganda, bunu uqqan dunyoning joy-joyidagi Uyg'urlar bir-biriga hayajon ilkida xabar yetkazishdi. Xinhua agentligimi bu haqda xabar tarqatdi. Xinjiang Universitetining professori, Xanzu tarixchi Chin Shushun apandi Xinjiang gezitining 2007-yil 11 oktyabrdagi sonida Rossiya Purbajin qadimki Uyg'ur qal'asini keng ko'lamda tekshirmoqda degan maqolasini e'lon qilib, avtonom rayonimizdagi Uyg'ur qarindoshlarni bu katta voqeadan xabardor qildi. Orqadan Urumchi kashlik gezitimi Rahimjon Hokim Xanzuchadan tarjima qilgan Rossiyadagi Uyg'urlar solgan yozliq qal'a Purbajin degan maqolani e'lon qilib, kishilarning bu xabarga bo'lgan qiziqishini texmi oshirdi. Purbajin haqidagi uchurlarning bosh oxiri zodi qandoq? Kishilarni shuncha hayajonga solgan bu qal'a nima sababdan, qachon, qandoq selingan? Bu arxeologiya sohasidagi yangi bayqashmi yoki ko'ni ishmi? Kishilar bu qal'aga nima uchun shuncha qiziqadi degan savollar kishilarni qiziqtirdi. Purbajin Rossiya Federatsiyasining Tuva Jumhuriyatidagi dengiz yuzidan 1300 metr egiz joydagi Terixol ko'lining qoq o'ttirsidagi 4 gektar keladigan orolga barpo qilingan qal'a. Purbajin degan so'z Tuva tilida loydan yasalgan qal'a degan ma'noni bildirdi. Tuva Cumhuriyeti Rossiya bilan Mong'oliyaning chegarasiga joylashgan bo'lib, yer maydoni 170 ming kvadrat kilometr. Noposi 310 ming. Buning ichida Tuvalarning noposi 200 ming, Ruslarning noposi 100 mingga yaqin. Qolganlari Xakaz, Ukrain qatorliq millatlardir. Tuvalarning etnik manbasi to'g'risida N.A. Baskakov Türk tillar degan kitobida aniq qilib, Tuva tili Türk tillarining Uyg'ur, O'g'uz guruhiga kiradi. Hamda bu guruhdagi qadimki O'g'uz, qadimki Uyg'ur va Tofa, ya'ni Qarag'as tillari bilan qo'shilib, ayrim bir Uyg'ur Türk tarmoq guruhisini tashkil qiladi
degan. Tarixchi Chin Shuishun apandimi Tuvalarning etnik manbasi haqida gapni qisqartganda, ularning eng dastlabki manbasi telilarga taqaladi. Ularning tili Altay til sistemasi, Turkiy til oilasi, Sharqiy Hun til tarmiqi, Uyg'ur til gruppasi, Uyg'ur Turk tillar ikkilamchi tillar gruppasiga tava deb yozgan. Tuvalarning ko'p qismi Lama diniga e'tiqod qiladi. Porbajin qal'asi bir xarabe bo'lib, uni eng dastlab 1891-yili Rossiyaning mashhur sharqshunos olimi Dmitriy Kilemesiyev bayqagan. U keyin qara balasag'unni tekshirib bo'lgandan keyin Porbajin qal'asining Uyg'ur xalqining markaziy shahrining kichiklatilgan holati ekanligini hayronlik ichida bayqagan. Porbajinni Uyg'ur qag'anning yozliq sarayi degan qarashni tunji qitim sobiq Sovet ittifoqi davridagi mashhur olim Seviyan Izrailovich Baynstein 1957-yili o'tirg'a qo'ygan. Ma oldi bilan bir rasmini bir ko'rsatib beray. Mana shu Loy qal'aningki siri degan kitobdagi asar bu. Mana shu Loy qal'a. Porbajin qal'asi. Bu qarashni 1960 va 1970-yillarda L.R. Kzalasov va C.V. Kisleyevlar ilmiy tekshirishlardan keyin ta'kidlashgan. Tuva Jumhuriyatining ayol rahbari Tamara Mashalovna Nurbi o'zining kitobida Porbajin qal'asining Uyg'ur qag'anning saroy sepili ekanligini aniq ko'rsatgan. Ammo boshqacha qarashdagi tadqiqotchilarmi bo'lgan. Ularning ko'pinchisi Uyg'ur qag'anning qal'asi deb bekitishga pakt yetarli emas deb qarashgan. Shundaqdimi Rossiya olimlari bu qal'aning arxeologiyalik qimmatiga qilcha sal qaramagan. 1995-yili Rossiya Federatsiyasining Zongtongi Boris Yeltsin Porbajinni davlat darajalik tarixiy va madaniyat mirosi deb qaror chiqargan. Bu Porbajin qal'asining har jihatdan naqadar yuqori qimmatga ega ekanligini bildirdi. Qadimkilarning egiz tog'dagi Xilvat ko'lining qoq o'tirsiga bundaq mustahkam va cho'ng qal'ani solmoqi intayin mushkul ish edi. Chunki bundaq qal'ani selish uchun necha ming tonna to'pa, kesak va yog'och tosh ketadi. Odamning aqli yetmaydigan ish shuki, bu joy odam nihoyatmi kamdan kam keladigan to'limi chet rayon. Shunga zodi kim bundaq xoli joyga bundaq cho'ng qo'rg'onni selish qo'yiga kirib qolgan, uni kim uchun soldirgan degandek sirliq savollarga javob izlash kerak edi. Demak, amdiki vazifa Porbajinni so'zlatish edi. 19-asrda yashagan Rus yozuvchisi Gogol har qanday xalqning o'tmish to'g'riliq hikoya, afsona, cho'chaklarni unutilganda, ular to'g'riliq shu xalqqa taalluq, binokorlik va boshqa moddiy buyumlar ko'plab uchur yetkazadi deb ko'rsatgan edi. Porbajindan iborat bu sirli qal'a kimlar to'g'riliq qanday uchurlarni yetkazar? Bu sirliq tepishmoqni yeshish 1000 yildan ortiq uyquda yotgan Porbajin xarobasini so'zlatish uchun Rossiya hukumati 2007-yili atiyozda maxsus tarbiyalangan 600 nafar studentdan tashkillangan necha 10 donliq arxeolog, geolog, arxitektor va ekspeditsiyachi bosh bo'lgan zo'r tekshirish atriti Tuva Jumhuriyatiga avatishni qaror qildi. Bu zo'r qo'shin 1000 yildan oshgan tarixiy sir yoshiringan Terexol ko'li bo'yiga chedar tikib 4 oyga so'zilgan inchga tekshirishni boshlagan. Tekshirish atritidagilar 4 oyga so'zilgan atrofliq inchga tekshirish, tepilmalarni tadqiq qilish, sungan sopollarni bir-biriga zerikmay jepsilash, qal'aning uluga asosan umumiy qurilmasini qiyosan turg'izish,
maddi buyumlarni türüge ayırış, seliştiriş ve yıl devrini bekitiş qatarlı hizmetlerini işleş arqılıq ahir xeyli işençlik yakınga erişken. Qiydirib tekshirish atritidagilarning bu dastlabki yakunini Rossiya Jiddiy ahvollar ministrligining Tuva millatidan bo'lgan ministri Sergey Shoygu muxbirlarga jakarlab mundaq degan. Arxeologlarning xulosasiga qaraganda, Porbachin qadimiy qal'asini qadimki Uyg'urlar salgan. Hozir bu qal'aning asosiy bo'ligi qizib bo'lindi. Qog'oz yuzida yana qal'aning asli holati asliga keltirildi. Biz uzoqqa barmay bu joyni dunyoga ichib etib, Uyg'urlarni dunyoga to'ntimiz. Tekshirishga qatnashgan olim mutaxassislarning dokladida mundaq deyilgan. Biz 4 oy tekshirish orqali Terixol ko'lining bo'yidan cho'ng tipdagi qabridan 100 netchini topdik. Porbachin qal'asining arxitektoriyalik tuzilishi, loyiha pichilishining aloyligini bekitib, qal'aning qog'oz yuzidagi modelini yasab chiqdik. Bu qal'aning shakli Jungoning Tang sulolasi zamonidagi poytaxti Chang'an, ya'ni Xi'andagi o'rniga o'xshaydi ekan. Qal'aning asosiy qurilish bo'ligi odamga Budda dediği ibodatxonlarni asıltadi. Qal'adan tepilgan bir tosh putukdan qadimki Uyg'urlarning yuqori darajalik mansabdori bu o'qishning imzosini topdik. Biz shu davrga oid tarixnomalar va putuklardagi xotirlarga asosan bu qal'ani Uyg'ur xonliqining qog'oni Moyunchur xotini Ningu malika uchun soldirgan bo'lishi ehtimol deb qaradik. Arxeologiyalik tekshirish xizmati utuqliq bo'lib, zo'r unum qozongandan keyin Rossiya Federatsiyasining zo'ngtongi Vladimir Putin 2007-yili 13 avgustda Rossiyaga ziyoratga kelgan Monaco davlatining shahzodasi Albert II bilan Tuva Jumhuriyatining markaziy Qizil shahriga berib, u yerdan tik uchar aeroplanga almishib, Porbachin qal'asi xarobasi qizilayotgan Terixol ko'liga borgan, ham xaroba izini ko'zdan kechirgan. Putin muxbirlarga bu Rossiya tarixidagi ko'limi zo'r tekshirish turi. Porbachin qadimki Uyg'urlar salgan qal'a deb jakarlagandan keyin bu xabar kishilarning alohida diqqatini tortdi. Meyada bir rasm bakan, aniq ko'gil bo'lamdikin Putin bilan Albert Monaco'ninki nimasi bağa vaqtida, zo'ngton bağa vaqtida. Olimlar Porbachindan iborat bu loydan yasalgan qal'ani nima uchun Uyg'ur xalqining ikkinchi avlod xaqoni Moyunchurning buyrug'i bilan qurilgan deb qarashadi. Buning siri Ningu maliki bilan munosabatlik albatta. Undaqda Ningu maliki kim? U qandaqsiga Moyunchur qag'anға xotin bo'lib qolgan? Bu savollarga berildigan javob Porbachindan iborat bu loy qal'aning sirini yeshib berdi. Moyunchur, ya'ni Bayanchur deb ataladi. Moyunchur qag'an Orxun Uyg'ur xalqining ikkinchi avlod qag'ani bo'lib, dadasi Qutlug' Bilge qag'an olamdan o'tgandan keyin 747-yili qag'anliq taxtiga chiqqan. Jasur hayvisi olamga taralgan Bilge qag'an Moyunchur ham Batur ham Chivar qo'mondan bo'lib, yangi qurilgan Orxun Uyg'ur xalqining asosini mustahkamlash uchun Gobi cho'lligi va Mo'ng'ul yayloqlarini zilzilaga keltirgan otliq qo'shin tashkillagan. Uzoq so'zilgan shiddatli urushlar orqali atrofidagi dushmanlarni bo'ysundirib, xalqining territoriyasini ilgiriki Hun va Turk imperiyalarining zimini doirasigacha kengaytgan. Rus tarixchisi Kilyash Torniy Moyunchur nurg'un qavmni ataq dini bilan mag'lub qilgan edi deb yozgan. Qirg'iz tarixchi Anvar Boytur apandi o'z kitobiga Tangnoma Uyg'urlardan olgan naqlda
Ular kelgan chaqda har qanday odamni titrak basatdi deyilgan. Bundaq bo'lishida Uyg'ur qo'shinlari ayni chaqda tangdoshsiz qo'shin edi. Qag'an mo'yinchurning o'zila botur ham chevar bo'lib qolmassin, ayoli el belga xotinmi botur ham farosatlik ayol edi. O'g'illari toy bilga tutuq yabg'u va idigan mo'yuymu tangdishi yo'q boturlardan edi. Shunga Uyg'urlar mo'yinchurni qari qag'at deb ulug'laydi. Umuman mo'yinchur qag'in saltanat surgan mazgilda Uyg'ur xalqining kuch-qudrati va shon-shuhrati nihoyatda yuqori pallaga ko'tarilgan. Dal shu yillarda, ya'ni 750-yillarda Tang sulolasi misli ko'rilmagan parokandichiliklarga duch kelgan. 751-yili arablar bilan talasda bo'lgan O'rta Osiyoni talish urushida Tang sulolasining Koreyan millatidan bo'lgan danliq sarkardasi Gavshanchi qattiq mag'lub bo'lib, Tang sulolasi O'rta Osiyodan tamoman chekingan. Orqadalla, ya'ni 755-yili o'nglik Söygün isyoni yuz berib, qalaymaqonchilikni chekiga yetkazgan. O'nglik, ya'ni Anlushan asli Yingju, ya'ni hozirgi Liaoning o'lkasining Jinju shahrilik bo'lib, dadasi G'uz, onasi Turk edi deyiladi. Tayvanlik yozuvchi, danliq tarixchi Bayyang apandi Jungoliklarning tarix tezisi nomli kitobining 2-tom o'nglik Söygün harbiy o'zgarishi degan bo'likida o'nglikni u nihoyatda mardona ham qobiliyatli sarkarda edi deb yozgan. Angliyalik tarix madaniyat tadqiqotchisi Francis Wood Yipak yo'lining 2000 yili nomli kitobida o'nglikni hiylagar ham aqlliq, chegara rayonidagi millatlarning tillarini pishiq biladi deb yozgan. Demak, u odatga odamlardan emas edi. Shundoq bo'lganlikdan bo'lsa kerak, sarkarda o'nglik Tang sulolasi podshohi Li Longji, ya'ni Tang Xuanzongning e'tiborlab ishlatishiga muyassar bo'lgan. Tang Xuanzong butkul mamlakatni 10 harbiy mahkamaga bo'lib idora qilish siyosatini yo'lga qo'ygan bo'lib, lashkari huquqni har qaysi harbiy mahkama ravulining qo'liga topshirib bergan. Bu hiravullarning huquqi nihoyatda cho'ng edi. O'nglik Yinglu, Fanyang, Hedong, ya'ni hozirgi Chaoyang, Beijing, Tayvandan iborat 3 aymoqning hiravuli edi. Uning ilkida 160 ming kishilik aralashma qo'shin bo'lib, asosan Turkiy qabilalar va qitollardan tashkillangan botur chavandozlar edi. O'nglik harbiy ishlarda qobiliyatli, mijozi chust, og'zi ittik sarkarda edi. U ko'p qitim Chang'anga kelib, xon bilan ko'rishgan. Mushi jarayonda ordining chiriklashganligi, vazir azam boshliq mansabdorlarning qo'lidan ish kelmaydiganligi uningda cho'nqur ta'sir qoldirgan. Podshoh Tang Xuanzong nihoyatda qobiliyatli ham dono podshoh edi. Biroq saltanat taxtida o'ltirganiga 40 yildan oshgan bo'lg'achqa, bora-bora bexutlashgan. O 61 yoshga kirgan yili 18-o'g'li Li Maoning go'zallikda tangdoshi yo'q ayoli 26 yoshlik sohib jamol Yang Yuhuan, ya'ni Yang Guifei ga mabtum bo'lib kelib, uni bir amallar bilan o'z amriga elib olgan. Yaşangan podshoh bu yosh sohib jamolga nihoyatda amroq bo'lib qolgan. Shuning bilan u sohib jamolning navra akisi Yang Gujongni vazir azamlikka tayinlagan. Boshqa urug' tuqqanlarga muhim huquqlarni bergan. Yang Gujong vazirlikka nabob, pasq odam bo'lg'achqa o'rdida chiraklikni yamirtib etgan. Bir qitim o'nglik Beijingdan Chang'anga xon bilan ko'rishga kelganda, Yang Gujong uningdan ko'p pulliq par so'ragan. O'nglik bir eg'iz gap bilan rad qilib etgan hamda uningga tegishli hurmatni bildirmagan. Yang Gujong bundaq kamsitishga chidamay, o'nglikni ujuqtirish niyatida bo'lgan. Shuning bilan xonga qarshi chiqish suiqasdida bo'lgan degan batnomni o'ydirib chiqarib,
Padişahqa köp qetim chiqimchilik qilgan. Ammo padişah ishonmagan. Bayyan apandining Jungoluqlarning tarix tezisi nomli kitobida yozishicha, Yangujung 755-yili majburlab to'polon ko'targizish vositasini qo'llanib, o'nglikning Chang'andagi qasriga orda yasavullar qo'shinini avatib, uning qasrdagi mulozimlar va mehmonlarning hammasini qilishdan o'tkazgan. Uning maqsadi o'nglikni teriktirib, padişahqa qarshi tiq tartishga qistash edi. O'nglik degandekla bu qirg'inchilikdan qattiq cho'chigan ham g'azablangan. U padişaha arz qilishning hech qanday foydasi yo'qligini bilatdi. Chunki barliq ma'lumotnomalar Yangujungning oldidan o'tadi. Shuning bilan o'nglik isyon ko'tarish qaroriga kelib, 160 ming kishilik qo'shinga Yangujungga jazo yurish qilamiz deb buyruq tushirgan. Natijada 755-yili noyabrda u qo'l ostidagi turk Song'uni So'ygun bilan birlikda isyon ko'tarib, Chang'anga qarab qo'shin tortgan. Yangujung buningdan xabar tepib, gulqaqalari ichilib ketgan. Chunki o'nglikning bu ishi uning orzu qilganidek bo'lgan. U endi o'nglikni o'z yo'li bilan qo'lga elib ujuqtirg'ili bo'ladigan bo'ldi deb o'ylagan. Biroq o'nglikning jangovar qo'shini janubga qarab to'salg'isiz yurish qilib, 34 kun ichida 700 kilometr ishkirlab, Huanghe vodiysiga kelkundek besib kelgan. Sharqastona Loyang o'nglikning qo'liga tushib ketgan. Tang sulolasining donliq sarkardalaridan Feng Changchi, Gao Shanji, Li Guangbi qatorliqlar orqa-orqadan mag'lub bo'lgan. Tang sulolasining poytaxti Chang'an xavfda qolgan. Ordining ishtishi patparaqchilik vahimaga tushgan. Birdan-bir amal Sanshi, Shanshi va Xenanning muhim o'tkili bo'lgan Tongguanni mahkam saqlash bo'lib qolgan. Tongguan o'tkili qo'ldan ketsa, Chang'anning qo'ldan ketishi birdamlik edi. Padişah Tang Xuanzong Tang sulolasi hokimiyati mislsiz xavfda qolgan mushunda qalqiliq paytda chorasiz qolgan sarkarda Song'unlarga qarab qattiq umidsizlangan. Tongguanni zodi kimmi mustahkam saqlab turalar degan savol uni qattiq qiynagan. Oxir u umidini Chang'andagi qasrida kesilini davoltiyotgan g'arbni tinchitquchi sarkarda deb nom olgan Qo'shuxonga bog'lagan. Qo'shuxon Tang sulolasining sarkardlari ichidagi eng donliq sarkarda bo'lib, uning dadisi Kusallik, onasi Udulluq edi. Onasi Udundagi katta jamoat bo'lgan Vayjira jamoatidan edi. Dadisi Kusandagi Qo'shu qabilasining oqsoqoli edi. Tang sulolasidagilar uni qabilasining nomi bilan atab Qo'shuxon deb ulug'lagan. U noiti qobil sarkarda bo'lg'achqa, qo'l ostidagilarning hurmatiga sazovor bo'lgan. Padişah Tang Xuanzongmi uni e'tiborlab ishlatgan. Qinxaydagi urushda tibetlarni bir necha qitim qattiq mag'lub qilib, Lintaoning u tarafiga qo'g'lib atgandan keyin uning shuhrati olamni bir olgan. Qinxay va Gansulardagi buxrolar Şimal asmidada chaqnar o'kar yultuzi, qilich esib turar bunda Qo'shuxon o'zi. Tibetlar yayloqdan hech kechalmaydi, petinib Lintavdan hech o'talmaydi deb qo'shiqda o'qib, Qo'shuxonning tangdoshsiz sarkarda ekanligini madiylagan. Uning Tang sulolasining g'arbiy qismidagi kuchli xonliq bo'lgan Tibetlarni botirlik bilan to'sib turishi Tang Xuanzongni bak xo'sh qilib atgan. Shuning bilan uningga g'arbni tinchitquchi sarkarda deb nom bergan. Qiziq yeri shuki, Qo'shuxon bilan o'nglikning mijozi faqat kelishmaydi. Ikkisi bir yerga kelsila gap talishib qoladi. Padişah Tang Xuanzong o ikkisini davlatning to'vriki deb qarab, doim ularga og'a, ini bo'lib qilinglar deb nasihat qiladi. 752-yili bu ikkisi tangla o'rdaga kelgan. Bu chaqda Tang Xuanzong Harambegi, Og'vat,
Gao Lishini maxsus ular uchun ziyofat hozirlab alayda kutib olishni buyurgan. Qo'shug'an o'nglikdan necha 10 yosh cho'ng edi. Sharab ziyofatida o'nglik Qo'shug'anga yaqinchilik qilib, "Mening dadam G'uz, anam Turk. Sening anang G'uz, dadang Turk. Demak, ikkimizning qinimiz bir. Yaqinroq o'tishkinimiz yaxshi" degan. Qo'shug'an buningga javoban qadimkilarda tulka o'z iniga qarab ursa qo'tir bo'lur degan gap bor degan. O'nglik bu so'zni Qo'shug'an meni masxara qilyapti deb tushunib, qattiq g'azablanib, begiz barmoqini Qo'shug'anga tanglab turib, "Sendek yavoyi turk, mushundaq deyishga qandoq betinding?" deb tillagan. Natijada ikkisi aflashmak tugul jiddallashib ketgan. Keyin o'nglik vazir Azam Yang Guanjong bilan ziddiyatlashib qolganda, Yang Guanjong Qo'shug'anning mansab darajalarini o'stirib, o'nglik bilan robro tura oladigan qilib qo'ymoqchi bo'lib, 754-yili uning mansabini yana o'stirgan. Kutilgan yerdan may sharobga omra Qo'shug'an bir qitim qo'shinlarni ko'zdan kechirgili borganda, sharobdan zaharlanganligi tufayli hammomda yuyinib etib, o'shidan ketgan. Boshqalar xabarsiz qolg'achqa, xeyligacha so'g'uqda qolgan. Shu so'g'uq tekkancha Qo'shug'anning bo'g'im yalliqi ig'irlab ketgan. Amalsizlikdan Chang'anga qaytib, qasrda kesilni davolatib, talatuzga chiqmay yotgan. Dal shu mezgilda podshoh Tang Xuanzong Qo'shug'anga eng yuqori harbiy mansab berib, 200 ming kishilik qo'shin bilan Tongguanni saqlashga buyurgan. Katta in'om ato qilgan. O'rdadagi barliq alamdor qalamdorlarni shahar sirtig'icha uzutib chiqishga buyurgan. Qo'shug'an Chang'andan chiqib Tongguanga borgacha tit bo'lgan podshoh uningga kayni-kayindan yangi mansablarni bergan. Berib oxir vazir darajasiga tang oliy mansab bergan. Qo'shug'an Tongguanga borgandan keyin bir mushaviri uningga o'nglikning to'polon ko'tarishdagi shuari Yang Guanjongni jazolash, demak u Yang Guanjongni yo'qotishni bahona qilib isyon ko'targan. Agar biz 30 ming lashkari Tongguanni saqlashga qo'yib, qolgan 170 ming lashkar bilan Chang'anga berib, Yang Guanjongni o'ldirib etsak, o'nglikning Chang'anga bostirib berishiga bahona qolmaydi deb maslahat bergan. Qo'shug'an bu planga qoyil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin unda qilmagan. Lekin chiqimchilar bu maxfiyatlikni Yang Guanjongga yetkazib qo'ygan. Yang Guanjong buni anglab intayin qo'rqib, Tang Xuanzongga maktub sunib, to'xtamay maslahat berib, Qo'shug'anni Tongguanni saqlab yetivermay, o'nglikka qarshi lashkar tortishga da'vat qilgan. Podshoh Yang Guanjongning gapiga kirib, Qo'shug'andan o'nglikka tashabbuskorlik bilan hujum qilishni talab qilgan. Qo'shug'an podshohga o'nglikning qo'shini to'xtamay yurish qilib, urush qilib pishib ketdi. G'alaba seri urush qilib jangovarlik eshib ketdi. Men qo'mondonlik qilayotgan 200 ming kishilik qo'shin ko'p yildan beri joylarda turib, mudofaa ko'rishga odatlanib ketgan. Ular mudofaada turishga puxta. Shunga biz mudofaada turib, to'polonchilarni to'sib, ishki qismida parchalanish ko'rilganda hujum qilganimiz afzal deb o'z fikri turgan. Yang Guanjong to'xtamay shukirti vergashga, oxir podshoh Qo'shug'anga qo'shinni boshlab, o'nglik qo'shiniga qarshi hujum qilishga yorliq tushirgan. Qo'shug'an noiloj 756-yili o'nglikning qo'l ostidagi noiti hiyligar bir Sang'unning qo'shinini qo'g'lab zarba bergan. O'nglikning bu Sang'uni bir tarafdan urushib, bir tarafdan qechib, Qo'shug'anning 200 ming kishilik qo'shinini bir torchiqqa boshlab kirib, o'zi oldi tarafdagi egizlikni egilib olgan. Qo'shug'an janub tarafda Chilianshan teg'i, shimol tarafda Huanghe daryosi, oldidagi egizlikda dushman qo'shini to'sib turganligini, orqasidan bo'lsa zo'r qo'shin hech nimadan xabarsiz holda hadab olg'a ilgirlayotganligini ko'rib cho'chib ketgan. Qo'shug'an qiltaqqa tushganligini, boshqacha yo'l tutishga
kechikkanligini bilib, salg'i o'ltirib, daryoning o'ttirisida turib jangga qo'mondonlik qilgan. Urush to'limi dahshatli bo'lgan. Hamma yer o'lik to'shib ketgan. Qo'shugan urushda yengilib, teri-perang bo'lib ketgan qo'shinini tashlab, necha yuz qobil chavandozlari bilan Qo'rshavni bo'sib qochgan. Yo'l ustida aram elayotgan chaqda qo'l ostidagi bir sarkarda uni bog'lab o'nglikka opirib bergan. Mayada bir kichik xarita bor ekan, bu o'rta maktabning tarix darsiga kirizilgan bu xarita Tang sulolasi davridagi qo'shni davlatlarning xaritasi bo'lib, buningda O'ruxun Uyg'ur xonligining g'arbiy shimolidagi hozirgi Tuva Jumhuriyati tavasi doiraga ilinmagan. Mayada bir xarita bor ekan. Davamlaştıraylı. Qo'shuxonning ichinishliq mag'lub bo'lganligini anglab qo'rqib ketgan podshoh Li Longji o'rda ahlini elib oldirab tenab Chang'andan 60 kilometr yiroqlikdagi Ma Guipo, ya'ni Shanshining Shiping nahiyasida qechib berib olgan. Bu chaqda barliq balo qazoning sababkori bo'lgan vazir Yang Gujunga qarshi kayfiyat kuchayib ketgan. G'azablangan o'rli yasovullar qo'shini podshohning Maguipodagi turalg'usini qo'rshab, Yang Gujung va uning oilasidagi barliq kishini qilishni o'tkazgan. O'ldirilganlarning ichida yana Xonish Yang Guifining cho'ng huquqqa ega sohib Jamal Acha singlisimi bor edi. O'rda yasovullar qo'shindagilar hamma chatoqni tergan. Ordini chiritib munofiq vazir Yang Gujungni yo'qotgan bo'lsa-mu, lekin uning singlisi Yang Guifining qisos elishidan saqlanish uchun podshoh Li Longjidan Yang Guifini o'ldirib etishni talab qilgan. Orda yasovullarning besimiga chorsiz qolgan podshoh Tang Xuanzong amalsiz holda ko'zlariga yosh elib turib, Amra Xonish Yang Guifini bo'g'ib o'ldirgan. Podshoh Li Longji, ya'ni Tang Xuanzong o'zining iqtidorsizligi tufayli o'rdining ichi va sirtida mislsiz taskunga qolgan mushundaq ahvoldimi saltanat taxtini bo'shatishni xohlamagan. Uning o'g'li Li Xing yaşanğan dadısının bu qadar bo'lumsizligiga chidab turolmay, Chang'anning 500 kilometr g'arbidagi Lingwu, ya'ni Ningxianing Lingwu nahiyasiga berib, shimoliy oymoq lashkarlarining Hiravuli sarkarda Goziyi bilan birlikda qoldiq qo'shinlarni to'plash kirishgan. 756-yili noyabrda u Lingwuda o'zining Tang sulolasining saltanat taxtiga varislik qilganligini jakarlagan. Li Xingning saltanatdagi nomi Tang Suzong deb atalgan. O Chengduga qechib berib olgan dadisi Li Longjini Shohinshoh deb jakarlagan. Bu chaqda o'nglik qo'shini g'arbiy Ostona Chang'anni va uning atrofidagi joylarni ishg'ol qilib olgan. Ham o'nglik o'zini podshoh deb atagan. Fuqarolar jinini elib qash-qashqa tushgan. Taipingning kang yozmalari degan kitobda Tianbaoning oxirgi yillari Anlushin to'polon chiqardi. O'tira iqlim donqandak qo'ynidi. Kishilar janubga qarab qochdi deyilgan. Urush vayronchiligi ichida janubga qarab qochgan ashu 100 minglagan begunoh avam fuqaro ichida Tang sulolasi davridagi dongliq 3 shoirning biri Dufu 712-yildan 770-yillargacha Dufumu bor edi. O yurak so'zim degan she'rida o'zining echinishli holatini mundaq ifodalagan. Yoz kelib bosqanda yerni o'tgiyoh, yo'l ilib qochdim badar mag'rib tomon. Putdi kandir kash ucham jul-jul edi, qildi qubul meni shu turqumda xon. Orda ham do'stlar ichindi manga bek, kaptu deb go'r og'zidan esan ama.
Maqul əmsə, bugün Yalqın Rozining Loy qal'aning siri nomliq bu asrning birinchi bölümünü o'qib berdim. Ikkinchi bölümünü, ya'ni oxirini kelar qaytim anglag'aysiz. Maqul əmsə, aman bo'ling.